Assalomu alaykum, hurmatli huzur ko'ruvchilar. Assalomu alaykum, Sharq Turkistonlik aziz qarindoshlar. Dunyo Uyg'ur qurultiyi tarafidan Amerikaning poytaxti Washingtonda tasdiqlangan Sharq Turkiston Uyg'ur televiziyasining bugungi naq maydon programmasiga xush keldingizlar. Hurmatli huzur ko'ruvchilar, mana sizlar shu topni o'zingiz ko'rib turibsizlar. Men hozir sizlarga Belgiyaning poytaxti Brükseldagi Yevropa parlamenti binosi oldidan naq maydondan sizlarga bu programmani beryapman. Hurmatli televizor ko'ruvchilar, mana hozir Belgiya vaqti atigan soat 8:30 bo'ldi. Belgiya vaqti soat 9da Yevropa parlamenti zalida Qashqar qadimiy shahri haqida maxsus bir konferans, ya'ni ilmiy muhokama yig'ini uyushtirilmoqchi. Hozir bir-birlab Uyghur Milliy Harakatining rahbari Rabia Xonim boshchiligidagi Dunyo Uyg'ur qurultiyi vakillari bir-birlab hozir zalga kirishga boshladi. Belgiyada yashayotgan qarindoshlarimizning bir-birlab hozir mana parlament zaliga kirishga boshladi. Shundaqla bu Qashqar qadimiy shahrini ham Qashqar shahrini tadqiq qilayotgan chet ellik mutaxassislarmi bir-birlab bu zalga kirishga boshladi. Ya'ni birozdan keyin bu Qashqar konferensi rasmiy boshlanadi. Biz bu konferensning amaliy ahvoli haqida sizlarga naq maydondan tafsiliy ma'lumot berishga tirishamiz. Hurmatli televizor ko'ruvchilar, milliy rahbarimiz Rabia Xonim boshchiligidagi Dunyo Uyg'ur qurultiyi rahbarlik heyati Fransiyadagi ziyoratini muvaffaqiyatli oyoqlashtirib, 1-oyning 24-kuni kechda Belgiyaga yetib kelgan. 1-oyning 25-kuni atgandan e'tiboran Rabia Xonim Dunyo Uyg'ur qurultiyining muavin raisligidan Seyit Tumturik, Asqarjon, Dunyo Uyg'ur qurultiyining bosh kotibi Dolqin Aysa, Dunyo Uyg'ur qurultiyining Yevropa parlamentida turish alohida vakili Mehmet To'xti va Belgiya Uyg'ur jamiyatining mas'ullarining hamrohligida Brükseldagi Yevropa parlamentini ziyorat qilib, Yevropa parlamentining kishilik huquq komissiyoni, Ma'arif komissiyoni, Muhit qo'g'lash komissiyoni qatorliq 5 cho'ng komissiyonning asosiy mas'ullari va har qaysi partiyalarga mansub 20 ga yaqin parlament a'zolari bilan ayrim-ayrim ko'rishib, ular bilan Sharq Turkiston masalasi haqida keng doirada suhbat olib bordi. Parlamentdagi ko'rishlar 2 kun davom qildi. Rabia Xonim boshchiligidagi hay'at Belgiyadagi ziyoratda jarayonida ba'zi turk tashkilotlarining mas'ullari bilan ko'rishilib bordi. 1-oyning 27-kuni Belgiyaning poytaxti Brükseldagi Yevropa parlamenti binosining yig'in zalida Qashqar qadimiy shahar haqida maxsus ilmiy muhokama yig'ini chaqirildi. Bu qatimqi muhokama yig'inini Xalqaro vakolatsiz millatlar tashkiloti UNPO, Yevropa parlamenti Yeshillar partiyasi, Dunyo Uyg'ur qurultiyi va Belgiya Uyg'ur jamiyatining hamkorligida uyushtirildi. Yig'inga UNPO'ning Yevropa parlamentining turishliq vakili Andrey Sivan Efendi bilan Dunyo Uyg'ur qurultiyining Yevropa parlamentida turishliq alohida vakili Mehmet To'xti birlikda riyosatchilik qildi. Muhokama yig'iniga Yevropa parlamentining muavin raisi Maximilian Scott Efendi, Yevropa parlamenti tarkibidagi ba'zi komissiyonlarning mas'ullari, parlament a'zolaridan Trupel Xonim, Kingal, Tobias King, Nikoli Rialdi apandilar va Brepolis xonim qatorliq ko'plagan parlament a'zolari Qashqar va dunyo madaniyat meroslari haqida maxsus tadqiqot va tekshirish olib borayotgan mutaxassislardan Wenzel Mattin, Suzanna Van Haberbeck, UNPO'ning bosh kotibi Marino Budashin, Xalqaro xatar ostidagi millatlarni qo'g'dash tashkilotining mas'uli Ulrich Delius, Uyg'ur kishilik huquq programmasining mas'uli Henry apandilar maxsus to'xtat taqdim qildi. Dunyo Uyg'ur qurultiyi raisi Rabia Xonim boshchiligidagi Dunyo Uyg'ur qurultiyi rahbarlari va Belgiyada yashayotgan Uyg'ur qarindoshlarimizdan bo'lib ko'p sonli kishi qatnashdi. Atigan soat 9da boshlangan ilmiy muhokama yig'inida Rabia Xonim bilan Yevropa parlamenti a'zosi va Yeshillar guruhi vakili Fida Brepolis xonim ichilish nutq qildi. Ladies and gentlemen, Bugün muşu Qashqar konferansiga qatnashqili kelgan barliq xonim efendimlarga va muşu bizning echiyotgan Qashqarning yo'qolib ketmasligi uchun va Qashqarning cheqilishining oldini olish va bir madaniyatning g'oyib bo'lishining oldini olish muşu to'plamini uyushtirgan barliq bizni qo'llagan xonimimiz. Frida Brepolis xonim va UNPO va Belgiya Uyg'ur uyushmasi qatorliq tashkilotlarga mushuni uyushtirganligi uchun va mush sorunga bugun shundaq mushu Qashqarning masalasi uchun, Uyg'urlar masalasi uchun va milliy kimlik uchun qatnashgan barliq xonim efendimlarga chin ko'nglimdan rahmat aytaman.
I would like to extend my deepest appreciation for everyone, including Honorable Freda Beropoulos, who is sponsoring this important conference, and UNPO, the organization that helped us since a long time and stood us together, shoulder to shoulder, over the years, and also all the guests coming to contribute this conference, and everyone, because you are not just attending a conference, you are attending the conference that discusses the disappearance of one city on the ancient Silk Road and the national and the cultural identity of one nation. So this is very important conference. For that reason, I would like to extend my one more time appreciation for everyone who attended. Qashqar degan Uyg'ur degan so'z. Uyg'ur degan Qashqar degan so'z. Qashqarning chekilishi, yo'qolishi Uyg'urning madaniyati bilan billa bir millatning madaniyatini tugutib, ya'ni uning bemorchiligini va uning tarixidagi asorat yaqinlarini birlik ko'mib o'tish deganlikdir. Biz shuncha qattiq madaniyat assimilyatsiyasi va shunday qattiq diktator ostida o'zimizning madaniyatimizni tugutib o'tadigan shunday zo'r zulmlarga xiris kelgan bo'lsakmi, lekin bizning madaniyat beshigimiz bo'lgan Qashqar, Jippak yo'lining madaniyat beshigi bo'lgan Qashqar bilan birga Uyg'urlar o'zining madaniyatini, o'zining an'anasini ana shu beshigida saqlab qolib kelgan. Qashqar Uyg'urlarning tarixdagi poytaxti. Dünya bizni Qashqariya deb Qashqar bilan birga tonigan. O'zinglar bilasizlar, hozir Xitoy hukumatı, Xitoy kommunistlari bizning tilimizdan, dinimizdan, urf-odatimizdan, axloqimizdan, tariximizdan ayirib Uyg'urlar bo'lsin, Tibetlar bo'lsin, Mo'ng'ullar bo'lsin, bizni milliy kimligimizni butunlay yo'q qilib, bizni tarix sahnasidan supurib o'tmoqchi. Bu yo'qotish Uyg'ur xalqi uchun, Tibet xalqi uchun yoki Mo'ng'ul xalqi uchun emas, butun dunyoning madaniyat g'azinasidagi yo'qotish bo'ladi deb qarayman. Shuning uchun buni qo'g'dab qilish, bo'libmi bu Qashqar masalasini qo'g'dab qilish bizning hammamizning o'rtaq majburiyati bo'lganligi uchun bizni qo'llagan Yevropa parlament va Yevropa parlamentidagi kishilik huquq masalasida bo'lsin, madaniyatimiz bo'lsin, hozirgacha qo'llab kelayotgan barliq guruhlar va partiyalar, parlament a'zolariga rahmat aytaman va ben bütün kelgan xonim apandimlarga yana bir qatim oliy ehtirom bildiraman. Men bizning oxirgi nafsimiz bo'lgan Qashqarni gelidan siqtirmaydiganliginglarga ishonaman. Shuning bilan birga vaqt e'tibori bilan mening so'zimni, mening yordamchim shu Yevropada turayotgan bizning vakilimiz Mehmet To'xtining sizlarga o'qib berishini umid qilaman. At least with this conference we can send a message to Chinese government to stop whatever they are doing to destroy the ancient city of Qashqar. And because of the time limit, just I would like to ask my assistant to read my remarks in English. Just can I? Good morning, ladies and gentlemen. I would like to thank everyone for attending this conference today. I would especially like to thank the office of Madame Freda Beropoulos, European Free Alliance, UNPO, and the Belgium Uyghur Association for organizing this event. It is vital that we raise awareness about the destruction of Qashqar at international forums, since it is not possible for the residents of Qashqar's old city to discuss this topic within China. Uyghurs are not allowed to express their opinions or voice dissent about the issues that Chinese government considers taboo. The demolition of old city Qashqar is one such issue, as it is part of the multi-pronged attack on Uyghurs' identity and culture, and at the same time it is bringing great financial benefit to Chinese companies who are taking over the piece of prime real estate. Prior to this destruction of the old city, Chinese officials did everything they could short to demolition to assimilate Uyghurs under state control, including transferring young Uyghur women and girls to Eastern China and removing Uyghur as a language of instruction in schools. Now they are destroying our homes and the neighbors as well. While Chinese officials have consistently portrayed the Qashqar demolition as an effort to protect old city residents in the event of earthquake or other disaster, and have said that all city residents were consulted about the project,
Much evidence exists to the contrary. The government's own efforts to send in a propaganda team and a social stability team indicate high degree of dissent among all city residents. And the residents have also reported that they have received inadequate compensation for their old city homes. Since February 2009, Chinese authorities have been tearing down the traditional homes, bazaars, and places of worship, block by block in Kashgar's old city. This centuries-old stop on the Silk Road served as home to 220,000 Uyghurs before the bulldozers arrived. And these Uyghurs were not given a choice about whether or not they wanted to move. Uyghur men, women, and children were forced to watch in silence as their homes and their history were reduced to rubble. Even the medieval Islamic college designated by the government as a protected cultural site was destroyed. It has been very difficult for Uyghurs living in their new apartments to retain their traditional way of life, which is based in community. Muezzins cannot call Uyghurs to pray in the new apartment blocks. Many Uyghurs have also lost their only source of income after they have been forced to move out of old city. Uyghur artisans have lost the shops in which they hammered copper pots, carved wood, and hawked everything from naan bread to colorful dopas. The Uyghur interviewed by the New York Times asked, how can our children inherit an apartment, as he stayed in his house in Old City? Many generations could live one after the other, but an apartment is torn down every 50 to 60 years. Chinese companies are now moving in to make profit from rebuilding of the Old City Kashgar, and the real estate investors are snapping up property in the new developments that would look much like any other Chinese city. The immigration of Han Chinese has already led to dilution of Uyghur culture throughout East Turkestan. And in Kashgar, this process is now being accelerated. Do we have some time, or? Is it possible for the press conference? Sure. Yeah, let me conclude. While Chinese officials have rebuffed the calls of international groups to halt the demolition of Kashgar's old city, they have proudly embarrassed UNESCO's designation of Uyghur Meshrab social gatherings on a list of intangible cultural heritage of humanity. The irony of this action is tremendous, as Chinese authorities have banned the Meshrab throughout East Turkestan, and the Chinese authorities are aggressively working to stamp out Uyghurs' unique cultural identity in many aspects of society. The destruction of Kashgar Old City is emblematic of what is happening to Uyghur culture on a broader scale. Officials have designated a small portion of Old City to be preserved, but if the past and present are tiny indication, the preserved area of Old City will offer up a sad imitation of Uyghur culture. A small portion of the area managed by the government provides a sterile theme park-like peek into authentic Uyghur life, complete with souvenirs and ethnic unity propaganda for 30 yuan. Traditional Uyghur life and Uyghur identity is increasingly only visible as a kind of museum artifact, and it is absent from real life. While our music and dancing is promoted abroad, it is being systematically eliminated within East Turkestan. We must call upon the Chinese government to halt its concerted campaign to wipe out Uyghur culture, both tangible and intangible, and allow it to flourish. If China continues along its path, there will be nothing left of Uyghur identity but propaganda showpiece. Thank you. Arkadan Dünya Uyghur Qurultayının Avropa Parlamenti turishliq vakili Mehmet To'xti, Amerikadagi Uyghur kishilik huquq projektining xodimi Harry Zadevskiy, Amerikadagi Lauge fondi jamiyatining tadqiqotchisi Ma Shiyun, xalqaro xatar ostidagi millatlarni qo'g'dash tashkiloti Xitoy ishlari bo'limining mas'uli Ulrich Delyus, xalqaro Tibet harakatining tadqiqotchisi Wenzin Mettin, dunyo asorat atiqlari mutaxassisi Zuzanna Van Habervik qatorliqlar Qashqa va navbatda Xitoyning ziyonkashligiga uchrayotgan Qashqa qadimiy shahrining tarixiy Uyg'ur madaniyatiga o'rni va ahamiyati, shundaqla navbatda Xitoy hokimiyati tomonidan buzg'unchilik uchrash ahvoli haqida ayrim holda ilmiy doklad berib o'tdi. Give a couple of dimensions why Chinese government is targeting this city to a place for demolition.
Kashgar, if you search a little bit of history, you could be able to find Kashgar was the capital of Karahanlar Kingdom in the 10th century. It was the capital city. The Chinese government converted the British embassy building into Chinabao Hotel and opened for tourists, but it is still in the memory of people. And it is the city hosted first ever soccer match between Uyghur community and the Swedish missions and the foreign missions in the 1920s. And foreign missionaries, they won 2-1, and the Kashgar lost in that soccer match. So there are a lot of memories, and most importantly, any foreign visitors, whoever happened to visit Kashgar, the first impression was, this is not a China. This is a completely different place. That was the impression. And the reason for destruction is just to eradicate that impression and to give a sense that this is a China. That's the reason Chinese government is building a Chinese-style architecture and replacing all ancient history and the reflection of culture, accumulation of national identity, everything, and replace with Chinese characteristic buildings and replace with Chinese national identity. So this is very important issue. Orqada mutaxassislar va Robiya xonim boshlig'idagi qurultoy rahbarlari Yevropa parlament a'zolarining Qashqar qadimiy shahrining buzg'unchilikqa uchrash ahvoli haqida va Uyg'urlarning navbat kishilik huquq vaziyati to'g'risida so'rgan savollarga javob berdi. Ba'zi parlament a'zolari Qashqar qadimiy shaharni Birlashgan Davlatlar tarafidan alohida qo'dilgan asorat atiqalar tizimligiga kirgizish uchun jiddiy qadam bosish lozimligini, agar zarur tepilsa, o'zlarining Dunyo Uyg'ur qurultiyiga bu jihatda yordam qilganliklarini bildirishdi. Yevropa parlamentining muavin boshlig'i yig'inda qilgan so'zda bunday deb ko'rsatdi. Men uzundan buyon Xitoyning kishilik huquq vaziyatiga yaqindan diqqat qilib kelyapman. Bugun Robiya xonim bilan ko'rishganligim uchun nihoyat xursandman. Yevropa Birligi a'zo davlatlar Xitoy bilan bo'lgan savdo munosabatlarida Uyg'urlarning kishilik huquq masalasini nazardan soqit qilib o'tmasligi lozim. Xitoyning kishilik huquq vaziyati yanada nihoyat nachar. Bo'libmi mahbuslarning organlarini o'g'irlikcha setish, turmalarda mahbuslarni qiynash ahvoli nihoyat og'ir. Bugun Qashqar qadimiy shahar haqida o'tirib qo'yilgan temaga paq qiziqdim. Bu nihoyat muhim va jiddiy masala ekan. Bir millatning madaniy meroslarining buzg'unchilikqa uchrashi va xonavayron qilinishi haqiqatan kishini qattiq afsuslantirdi. Bundan keyin men Qashqar qadimiy shahrining cheqilish masalasini yaqindan kuzatishga va zarur tepilganda tegishli inkas qaytarishga tirishaman. Hurmatli zo'r ko'rishlar, bilga vaqti atigan soat 9 da boshlangan bu qitimli ilmiy muhokama yig'ini jami 3 soatni ortiq davom qildi. Mutaxassislarning Qashqa va Qashqa qadimiy shahar haqida bergan ilmiy dokladlari yig'in qatnashchilarining alohida diqqatini jalb qildi. Yig'in jarayonida Yevropa parlamentining muavin raisini o'z ichiga olgan ko'plagan parlament a'zolari alohida yig'in zaliga kirib, mutaxassislarning dokladlarini astoydillik bilan tashidi. Yansın her yerde. Parlamentdagi ko'rishlar 2 kun davom qildi. Robiya xonim boshlig'idagi hay'at Belgiyadagi ziyorati jarayonida yana ba'zi turk tashkilotlarining mas'ullari bilan ko'rishilib bordi. Birinchining 27-kuni Belgiyaning poytaxti Brükseldagi Yevropa parlamenti binosining yig'in zalida Qashqar qadimiy shahar haqida maxsus ilmiy muhokama yig'ini chaqirildi. Bu qatimki muhokama yig'inini Xalqaro vakolatsiz millatlar tashkiloti UNPO, Yevropa Parlamenti Yeşiller Partisi, Dünya Uyghur Qurultiyi ve Belgiya Uyghur Cemiyetining hamkorligida uyushtirildi. Birinchi ayning 25 kuni atgandan e'tiboran Robiya xonim Dünya Uyghur Qurultiyining muavin raislaridan Seyit Tumturk, Asqarjon, Dünya Uyghur Qurultiyining bosh kotibi Dolqin Aysa, Dünya Uyghur Qurultiyining Yevropa parlamentida turish alohida vakili Mehmet To'xti va Belgiya Uyghur Cemiyetining mas'ullarining hamrohligida Brükseldagi Yevropa parlamentini ziyorat qilib,
Yevropa Parlamentining Kishilik huquq komissiyoni, Maarif komissiyoni, Muhit qo'g'irlash komissiyoni qatorliq 5 cho'ng komissiyonning asosiy mas'ullari va har qaysi partiyalarga mansub 20 ga yaqin parlament a'zolari bilan ayrim-ayrim ko'rishib, ular bilan Sharq Turkiston masalasi haqida keng doirada suhbat olib bordi. Uyg'ur televiziyasining bugungi naq maydon programmasiga xush keldingizlar. Hurmatli televizor ko'ruvchilar, mana sizlar shu topni o'zingiz ko'rib turibsizlar. Men hozir sizlarga Belgiyaning poytaxti Brükseldagi Yevropa parlamenti binosi oldidan naq maydondan sizlarga bu programmani beryapman. Hurmatli televizor ko'ruvchilar, mana hozir Belgiya vaqti atigan soat 8:30 bo'ldi. Belgiya vaqti soat 9da Yevropa parlamenti zalida Qashqar qadimiy shahri haqida maxsus bir konferans, ya'ni ilmiy muhokama yig'ini uyushtirilmoqchi. Hozir bir-birlab Uyghur Milliy Harakatining rahbari Rabia Xonim boshchiligidagi Dunyo Uyg'ur qurultiyi vakillari bir-birlab hozir zalga kirishga boshladi. Belgiyada yashayotgan qarindoshlarimizning bir-birlab hozir mana parlament zaliga kirishga boshladi. Shundaqla bu Qashqar qadimiy shahrini ham Qashqar shahrini tadqiq qilayotgan chet ellik mutaxassislarmi bir-birlab bu zalga kirishga boshladi. Ya'ni birozdan keyin bu Qashqar konferensi rasmiy boshlanadi. Biz bu konferensning amaliy ahvoli haqida sizlarga naq maydondan tafsiliy ma'lumot berishga tirishamiz. Hurmatli televizor ko'ruvchilar, milliy rahbarimiz Rabia Xonim boshchiligidagi Dunyo Uyg'ur qurultiyi rahbarlik heyati Fransiyadagi ziyoratini muvaffaqiyatli oyoqlashtirib, 1-oyning 24-kuni kechda Belgiyaga yetib kelgan. Assalomu alaykum, hurmatli televizor ko'ruvchilar. Assalomu alaykum, Sharq Turkistonlik aziz qarindoshlar. Dunyo Uyg'ur qurultiyi tarafidan Amerikaning poytaxti Washingtonda tasdiqlangan Sharq Turkiston